Dudam bilan o'tgan vaqtlarni juda sog'inaman. Ular bilan qurgan uzundan-uzun suhbatlarimiz, gaplashgan gaplarimiz, ular qilgan nasihatlaru barcha ko'rgan kechirgan tarixlarini bizga aytib berardilar. Ular bilan barchasini qayta o'ynalgan shaxmat partiyalari ustida gaplashardik. Oxirida kim mag'lub bo'ldi, kim esa g'olib tortishganlarimiz hali hamon yodimda. O'sha vaqtlar esimda. Uyimizning eng oldi xonasi dudamniki edi. Mehmonlar kirsa ham to'g'ri o'sha uyga kirib borishar edi. Shularni barchasini o'ylayman. Qani endi vaqtni bir lahzaga orqaga qaytarsa, o'sha eski davrlarni boshqatdan yashasak. Ammo bu vaqtlar endi tarixga biz gaplashgan, ko'rgan insonlar bilan yana ko'rishish armonga aylandi. Insonlar aytishadi, yarani vaqt albatta tuzatadi, ammo yo'q. Biz o'sha yara bilan yashashni o'rganamiz. Vaqti kelib o'sha yaraga ko'nikamiz. Ammo har safar o'sha haqida o'ylaganimizda yana o'sha yaraning joyi xuddi birinchi marta kesilganidek og'riqli bo'ladi. Shu sababdan bir-birimizga bo'lgan qadrimizni